Mana o'sha 13-qishloq loqqa yetib keldim. Wow, o'zgarishlar katta. Mana u chang bo'pti. Dahshat o'zgarish bo'pti qishlog'imizda. Atak bu qishloqqa kelmaganimga ham ko'p bo'lib ketdi. Ataka 15 kun. 15 kun ham o'zi ko'p kun, lekin atak kanikul dedim. Kanikul tugadi. Mana 3-qishloqqa ham yetib keldim. Mana brat doimgidek eshik bilan salomlashib o'tiribdi. Ishing bo'lmasa bu eshikka men yopishib qo'yganman, ajrala olmayapman. Ajralish uchun issiq suv quyib yuborish kerak, ajralib ketasiz brat. Mana shu doim shu yerga tushib turadi. Bilmayman, nimaga shunaqa har doim hayronman. Bizda sovuq, hamma joy ko'ryapsizlar, yer ko'karib qolgan, yerda yuzi ko'kargan, kimdir urganmi desanglar, yo'q, qayerda uradi, sovuq urgan, sovuq. Tak, har doim qiladigan ishim polus tozalash emas. Umuman polus tozalamayman, chunki polusda ishlayotgan bo'lsam agar meni vaqtim behuda ketgan bo'ladi desam ishonmaylar. Chunki polusni yig'ishtirib olmasam men voобще bankrot bo'lib ketishim mumkin. Yeb icharim ham, pullarim ham hammasi mana shu polusdan keladi. Merdiyonga kelib bitta zo'r ideya bor. Bilasizlar, 97-qishlog'imizda bitta mana chekkaga bitta uyda bitta bratan turadilar. Biz pul beramiz, u bratan bizga xohlagan narsamizni dastlabki qilib olib kelib beradi. O'shanaqa bitta joy ochmoqchiman. Ya'ni qanaqadir uzun marketga o'xshayotgan bino qilmoqchiman qishlog'imizda. Aytgancha, barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Joxa va salomlashni unutib qo'ygan Joxaman. Короче, obuna bo'linglar, tamom. Boshqa hech narsa demayman sizlarga. Tak, ideani it kelgan ko'ryapsizlarmi? Itdan ham battar pishagi kelgan. Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa keldingmi? Yo'q, kelganim yo'q, oldingizda turmabman. Hozir men 97-qishloqda yuribman mazza qilib aylanib. Hazillik qurisin. Quridi, mana hozir quyoshga chiqarib qo'yaman, quriydi, xo'pmi? Nima bunaqa tentaksan? Yo, garayman. Shunaqada. Просто normalni gapiring, qarang. Keldingmi deysiz? Kelmasam qanday sizga salom berishim mumkin? Просто aytiladi shunaqa gaplar har doim. Shu вообще odamlar shunaqa deyishiga yo'qman, короче. Xullas, bitta ideya bor. Qanaqa ideya? Bilasiz, qishlog'imizda hech qanaqangi do'kon ham yo'q, hech qanaqa yetkazib berish xizmati ham hech nima yo'q, xullas. O'shanga bitta marketga o'xshagan narsa ochmoqchiman. Ya'ni jitellar keladi, narsa buyurtma qiladi, men u narsasini olib keltirib beraman. Zo'r o'ylabsan, davay qiyin. Bo'ldi, hozir borib qilaman. Men ketdim qilishga. Tak, birinchi o'rinda bitta bino qurish kerak. Bino bo'lmasa bo'lmaydi. O'zimni uyimni yonidan bitta bino qo'shaman. Ya'ni mana bu yerda mana shu daraxtni olib tashlayman. Shu daraxt joyida bitta chotki bino bo'ladi. Atak ofis bo'ladi. Ofisda turib ishlayotgan qilaman. U uchun albatta qurilish ishlari bilan shug'ullanib chiqishim kerak. Pol toshdan bo'lar ekan. Tak, yana xo'sh, qochib turish yetal asabimga o'ynama. Tak, to'g'ri, mana shu yerdan bo'lsak, xuddi mana shuni o'zidek chiqish kerak. Demak, bu qiyin bo'ladi, rostdan qiyin bo'ladi. Uyimni kesib tashlasam-chi yarmini? Yo'q, uyni kesish noto'g'ri fikr. Nima qilsak bo'ladi? Mana bu yerda ochar ekanmiz. Tak, mana bu yerda ochar ekanmizda, mana shu yerda qurar ekanmiz. Menimcha zo'r bo'ladi mana shu yerda qilsak. Xo'p, mana bu ustunni olaman, lekin hozir emas. Avval borib mana daraxtni kesmayman. Kesmasi bo'ldim, chunki buni kessam dabdala bo'lib ketadi. Xo'sh, qayerdan daraxt olib kelsam bo'ladi? Qayerda yaxshi daraxtlar bor? Adashmasam mana bu tomonda zo'r udar katta daraxtlar bor. O'sha daraxtlarni kesib kelsam ham uzoqda, qishloqdan uzoqda, ekologiyaga ta'siri yo'q. Olib kelsam ham hech kim hech nima demaydi ham. Mana shu tomondan olib kelaman, qaranglar. Wow, chiroyligini. Namuncha chiroyli bu daraxtlar. Bu daraxtlarning chiroyini hozir yo'q qilamiz. Lekin sizlar yo'q qilmanglar, chunki bu sizlar uchun ish emas, bu meni ishim. Ya'ni men o'rmonlardan uzoqlardan daraxtlarni olib keldim. Yaqin joydagi daraxtni olsam agar mer boshimni yeydi. Nimaga sen ekologiyaning rasvosini chiqarding, bitta joyingga tiqding, atrof muhit chang bo'ldi, o'sha hamma yo'q. Dabdala, seni bu qishloqdan quvamiz, yo'qol, qamalasan, sudam, atyodam, gala, ashna qilib taylar, короче. Xo'sh, daraxtlarni ekib ketamiz. Bitta daraxt kesdikmi, o'rniga mana ikkita daraxt ekamiz. 3 ta daraxt kesdik, 3 ta daraxt ekdik. Normalmi? Bu ikkisi teng bo'lur. Tak, ana endi shaxtaga tushib chiqish kerak, tosh olib chiqish kerak. Xullas, udar narsa qilaman, ko'rasizlar. Shunday zo'r narsa qilamanki, qishloqda bitta bo'ladi. Shu so'zam bitta-yu, lekin вообще bitta bo'ladi. Bir dona bo'ladi. Tak, mana shu yerdan tosh olamiz. Aynan nechta tosh kerakligini sanab kelmabman. Sanab kelish kerak edi, to'g'risi. Xo'p, tak. Bitta narsa kommentariy yozinglar. Doim sizlar men videomni ko'rib prosta ko'rib o'tirasizlar. Sizlar nima bilandir band bo'linglar. Mana misol uchun men hozir Medioniga bordim-ku. Keldingmi dedi. Men o'sha borganimni ko'rib turib keldingmi dedi. Sizlar ham shunaqa bilib turib savol berilgan holat bo'lganmi? Davay kommentariy yozinglar. Men uchun bu juda ham qiziq. Bu menimcha hamma uchun qiziq. Короче, qiziqda yozinglar, tamom.
Men qiziqyapman, rostdan qiziqib ketyapman. Tak, ana endi biz binomizni quraylik. Nomini nima deb atasak bo'ladi? Joha Market deb ataymizmi, ha? Zo'r ideya Joha Market. Menimcha zo'r, dahshat, просто так wow ideya. Mana bu tomonni ham kesar ekanmizmi deyman. Da, kesamiz. Bu tomonni ham olib tashlaymiz mana bu zaborni ham. Bu zaborni o'rniga daraxt qo'yamiz. Mana bunaqa 1 2 3 chotki mana. Mana. Vatta, dahshat. Xo'sh, ana endi buni qolganini taxtaga aylantiramiz. No, taxtaga aylantirishdan oldin mana bu yerga 3 ta qo'yib yuborishimiz kerak ekan. Tak, olamiz. Okey, 3 tasini qo'yamiz bu yerga. 1 2 3 14 tasi qoldi. 14 tasini 3 ga ko'paytirib yuboramiz. 42 56 ta bo'lib ketar ekan. Normali, chotki. Bu tomon polностью yopiladi. Bu tomonni yopamiz. Deraza qoldirishimiz kerak, chunki buyurtmalarni keladi-da, so'raydi. Brat, buyurtmam keldimi deydi. Men bo'lsa ha yoki yo'q deb buyurtmalar berishim kerak. Bo'ldi, hozir ko'rasizlar, uni qilamiz. Xo'sh, bitta narsa yasaymiz. Ya'ni bitta eshik yasaymiz birinchi o'rinda. Eshik kerak. Xo'sh, eshik yasaymiz, deraza yasaymiz. Keyin 3 ta beradimi, 2 ta berar ekan. Obbo, 3 ta kerak edi-ku bizga. Mayli, 4 ta yasaymiz, bitta ortib qoladi. Tak, ana endi qaranglar. Cho'tkinasi ko'rsataman sizlarga. Mana eshik, tak, udar, вообще такой. Endi mana bu narsani bunaqasiga qo'yib chiqamiz. Takoy. Menimcha ni takoy. Qanaqasiga takoy, ni takoy. Qo'yib chiqamiz buni. Chappachasiga qo'yamiz. Tak, bittasi tashqariga chiqib ketdi-yu. Mana bunaqa. Okey. Wow! Dahshat bo'ldi. Qaranglar, sizlar buni his qilinglar просто tak. Shuna keladi, tak, ochiq turadi-da. Bratan, mana ashnaqa narsam kelgan, ashnaqa berib yuboring. Mana bratan deyman, berib yuboraman. Уже просто bomba bo'ldi bu. Tak, qaranglar, endi sandiq yasashimiz kerak, chunki buyurtmalar kelganda sandiqda turadi-ku. Sandiqdan olib beraman. Tak, 2 ta sandiq yasaymiz. Okey. Keyin mana bu stol-stulimni ham chiqaraman, chunki ofisda turish kerak. Stol-stul. To'g'ri aytyapman. Tak, stol-stulni olamiz bu yerdan. Notebookimni ham olib chiqaman. Notebookni tapor bilan sindirish noto'g'ri fikr bo'ldi-yu, atak sindi muhimi. Tak, ana endi birinchi qayerga qo'ysak bo'ladi bu narsalarni? Stolni qo'yamiz mana bu yerga. Mana shunaqa qilib stulni qo'yamiz mana bu yerga. Mana shunaqa qilib bu yerga notebookni qo'ymaymiz. Mana buni ustiga qo'yib qo'ysak-chi notebookda tak. Просто o'qib tursam bo'ldik. Mana. Всё, shunday turadi. O'tiraman. Keladi mana yerdan bratanlar. Noto'g'ri qo'ydim. Bo'lmaydi. Yo'q, bo'lmaydi. Aniq bo'lmaydi. Notebook mana uni ustida turibdi-ku. Ochgan vaqtim tushib ketishi mumkin. O'shaning uchun buni bu yerga qo'yamiz. Buni mamnaqa. Stop. Mana bunaqa qilib qo'yaman. Mana bu yoqqa qarab ham ishlasam bo'ladi, bu yoqqa qarab ham ishlasam bo'ladi, sandiq ochsam ham bo'ladi, bemalol. Shunday kelaman, o'tiraman, tak ishlayman, tushaman, suraman. Davay. Chotki, dahshat bo'ldi. Buning ichiga yorug'lik kerak. Menga qarama, men o'zim bilan o'zim gaplashadigan odatim bor. Ha, tentaksan-da. Yo, tentak deysa. Kechirasan, uzr. Mayli, endi bitta udarlik joning bor ekan, o'lib qolding, u meni aybim emas. Tak, ana endi buyurtmalar qabul qilishni boshlaymiz. Tak, telefon nomerimizga albatta buyurtmalar qabul qilinadi. Ya'ni telefonimizga buyurtmalar keladi, biz esa ularni bajaramiz. Tak, qani uzoqdan qaraganda, wow, mana bu yer ochiq qolibdi-ku. Buni yopish kerak, yopmasak bo'lmaydi. Wow bo'lish uchun wow qilishimiz kerak. Tak, bitta mana shu joyga blok qo'ymay ketganman. Wow. Ana endi haqiqiy wow bo'ldi. Lekin qaranglar, mana bu shu joyda ham bitta yopaylik-da. Ana endi вообще wow bo'ldi. Tak, xonaning ichi qorong'uligini hisobga olmaganda, hozir bitta ko'chadan fakel topib kelaman. Qani, telefonim qani? Tak, buyurtmalarni qabul qilaylik. Tak, sroz buyurtma kelibdi. Yaxshi, buyurtmalar hozir kelib qolsa kerak. Kelgandan keyin bu buyurtmalarni men o'zim joylashtirib chiqaman hammasini. Bu yerda buncha fakel kerak emas, albatta. Men olib qo'ysam ham hech nima qilmaydi. Mana shu yerga qo'yib qo'yamiz. Chotki. Buyurtmalar endi qachon keladi bilmadim. Ungacha kirib biroz video olib turay desam, notebookimni mana yoqqa ko'chirganim esimdan chiqib ketibdi. Mayli, mana shu yerda o'tiramiz. Endi biror video olib turay, kelib qolar. Xo'sh, buni bu joyga qo'yamiz. To'xtal, SMS keldi. Sizning buyurtmalaringiz yetkazib berildi dedi. Yaxshi, buyurtmalarni olamiz. Qani. Namuncha mana bunaqa qizil narsa, buni xon taxtami? Kim buncha xon taxta zakaz qildi? 8 ta, 6 ta, 12 ta. Vatta, butun bir qishloqqa yetadigan xon taxta zakaz qilinibdi-ku. Kim zakaz qildi ekan? Qaysi tentak zakaz qilgan buni bilmadim. Tak, taporda olamiz. Hozir borib olib kelib buni joylashtirib chiqishim kerak. Joylashtirmasak bo'lmaydi. Kelgan, короче, egasi keladi-yu. Har bir egasiga berib chiqishim kerak bularni. Tak, okey. Rostdan ham 12 ta ekan o'zi. Ha, rostdan 12 ta qaranglar.
Obbo, shuncha xon taxtani ham zakaz qilaman. Mayli, mana bunaqa furniturlardan 3 ta zakaz qilinibdi. Qorbobo sovg'asi. Yangi yil o'tib ketgan bo'lsa ham Qorbobo sovg'asi zakaz qilishibdi 5 ta. Buni kim zakaz qilgan, nima zakaz qilgan? Albatta sovg'alik uchun zakaz qiladi. Nima uchun sovg'a qilish, nima uchun sovg'a qilish mumkin? Gapni qarang, nima uchun zakaz qilish mumkin? Tak, yopamiz, o'tiramiz, solamiz, mana bu yerga hisob qo'yamiz hammasini. Tak, bo'ldi, endi kutamiz. Bratanlar kim kelib olishini kutamiz. Yaxshisi erta qilamiz ishni qolganini.